Allah savoblarimizni bergan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarni yaratib, ularni bir qancha toifalarga bo'ldi. Insonlar, jinlar va boshqa bir mavjudotlar. Shular ichidan siz bilan Alloh taolo odam bolasi qilib yaratdi. Bunga bitta alhamdulillah deyishimiz kerak bo'lsa, odam bolalarning ichidan musulmon qilib yaratdi. Bunga bir Allohga hamd aytishimiz kerak. Va mana shu musulmon qilib yaratib turib, mana shu musulmon ummatlar ichidagi eng afzali Muhammad alayhisolatu vassalam degan ummat qilib yaratdi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Va ista'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." Agar meni bergan ne'matimga shukrni ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman. Agar noshukrlik qiladigan bo'lsanglar, meni azobim qattiq deydi. Alloh taolo mana shu iymon degan ne'matini berib o'ziga hamd sano bo'lsin. Shukrini ado qilib yashaydiganlar bandalardan qilsin Alloh taolo. O'tgan suhbatda sizlar bilan Hud alayhisolamning qissasini gaplashgan bo'ldik. Va bu qissadan oladigan xulosalarimiz shulardan iborat ediki, insonlar har qancha dunyoda boylikka, har qancha kuch-quvvatga, har qancha bir hukmronlikka ega bo'lmasin, baribir ular bir ojiz banda ekanligi biz xulosa olishimiz kerak shu narsani. Chunki Od qavmini Alloh taolo aytdi: "Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad." Ya'ni yer yuzida qayta ulardaqa xalqlar, ulardaqa elatlar yaratilgani yo'q. Ularning bo'ylari uzun edi, ranglari oq edi. Yer yuzini obod qilishliklarini hech kim obod qilmagan edi paytda. Ba'zi mubolag'a rivoyatlarda boyligi shu darajaga yetgan ediki, ko'chalardagi g'ishlari bittasi kumushdan, bittasi oltindan deb rivoyat qilinadi. Allohu a'lam. 60 metrli odamni g'ishini tasavvur qilishimiz mumkin. Biz har qancha harakat qilmaylik, ular yetgan narsani yarimiga yeta olmaymiz. Lekin Allohga bergan ne'matiga shukrni ado qilmaganligi uchun Alloh taololarni qanday vayron qilganligiga mana o'tgan suhbatimizda guvohlik bo'lgan bo'ldik. Abu Dardo roziyallohu anhu hibsga borib o'tgan paytida qavmiga nasihat qiladi. Sizlarga nima bo'ldiki, o'limga o'lamaysizlar, sizlarga nima bo'ldiki, dunyoni obod qilaman deysizlar, maskanlarni qurasizlar, mol dunyoni to'playsizlar. Allohga qasam, sizlardan bunga o'tganlar deydi. Sizlardan ko'proq orqa havas qilishgan edi. Sizlardan ko'ra kuchliroq qurishgan edi. Sizlardan ko'ra ko'proq dunyoda jamg'arishgan edi. Lekin orzulari g'ururga aylandi ulardi. Maskanlari quburga aylandi ulardi. Va to'plaganlari o'zlariga ziyonga aylandi. Ana shu o'tgan qavmlarda tarixini Alloh taolo Qur'onda bizga qissa qilar ekan, shu narsa bilan biz ularni zikr qilyapmiz. Alloh eslab Qur'onda aytib qo'yganligi uchun eslayapmiz. Ulardan tashqari qancha qavmlar o'tib ketdi, ularni birortasini hech kim zikr qilayotgani yo'q. Alloh taolo siz bilan bizni Muhammad alayhisolamga hurmat qilganga hamd sano bo'lsin va ne'matini shukr va yashashlikka nasib qilsin. Bugungi suhbatimizni inshaalloh mana shu Hud alayhisolamning qissasini davom etasigan bo'laveradi. Ana shu Hud qavmini davomchilari bo'lgan mo'minlar qavmidan ularni zurriyat haqida ketadi qissa. Bu Samud qavmi haqida ketadi. Hud alayhisalom arab millatiga millat deydi. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi, "Minhum arba'un minal arab" dedi. Payg'ambarlardan 4tasi arab bo'lgan. Hud, Solih, Shuayb va nabiyuka Abu Zar dedi. Sizni payg'ambaringiz Abu Zar dedi. Solih alayhisalom Samud qavmiga payg'ambar qilib yuborildi. Mana Od qavmini shamol vayron qilayotgan paytda Hud alayhisalom 10 kishi iymon keltirgan mu'minlar ana shu o'zlarini qishlog'ida edi. Chiqib ketishmagan edi. Mu'minlar bitta to'planib o'tirgan edi, shamol uyda bu zatolarda haja'alahu karramin deydi, kul qilib, turpoq qilib chachib tashlayotgan paytda Solih va Hud alayhisalom va mu'minlar to'planib yashab o'tirgan uyga shamol tegmas edi. Ular vayron bo'lib yo'l bo'lgandan keyin ular o'qishlar tashlab chiqib ketishdi. Demak, Od qavmini faqat mu'minlar tirik qoldi. Faqat mu'minlar yashadi. Vaqt o'tishi bilan shayton yana vasvasa qildi. Insonni yana kufrga, shirkka qaytdi. Mana Nuh alayhisalom qissasida gaplashganmiz. Agar yomonlar yo'q bo'lib, yer yuzida hamma yaxshi bo'lsa, qana bo'ladi ekan hayot degan savol kelsa, javob shunday bo'ladiki, shayton ham boshqa tashindoqlik qizaveradi. Ana shu yaxshilar ichidan yomonlarni chiqarib kelaveradi. Yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy. Alloh tiridan o'likni chiqaradigan zot, o'likni tiridan chiqaradigan zot. Yaxshilardan ham Alloh taolo yomonlarni chiqarib qo'yadi. Chunki shaytonga Alloh taolo o'lmaslikka qiyomatgacha muhlat bergan. Insonni buni kufrga qaytdi. Alloh taolo bu safar mana Solih alayhisalomni payg'ambar qilib yubordi. Solih alayhisalom.
Solih ibn Ubay, ibn Isa, ibn Mashir, ibn Ubay, ibn Hadir, ibn Samud, ibn Oq, ibn Iron, ibn Som, ibn Nuh alayhissalom. Solih alayhissalomda mana shajarasi Nuh alayhissalomga borib taqaladi, Hud alayhissalomga va davomchilardan. Samud qavmi mana aytdik, Oq qavmi Yaman yashagan deb aytgan edik o'tgan suhbatimizda. Ammo va Yaman orasidagi bo'lgan hududda. Ular ana shu Allohning balosi sodir bo'lgandan keyin Yamanni tark qilishdi va shimol Jazirani Arab jazirasini shimolga ko'chib o'tdilar. Hijr degan joyda yashashgan. Qur'on Karimda mana Hijr, Hud, Ahqof degan bir suralar bor. Mana shu qavmlarning qissalari haqida so'z yuritadi. Astagfirullah va laqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Ashu Hijr egalari mursalin elchilarni yolg'on qildi deydi. Ya'ni Hijrga bitta payg'ambar yuborildi akalar. Bu kim ekan? Solih alayhissalom. Lekin nimaga Qur'onda Alloh taolo payg'ambarlarni yolg'on qildi deyapti? Qur'onda la nufarriqu bayna ahadin min rusuli deymiz. Shundaymi? Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz o'rtasini. Demak, bitta payg'ambarni inkor qilgan kishi hamma payg'ambarlarni inkor qilgandan barobar bo'ladi. Ulamolar aytadi, agar Musoga iymon keltirganlar, Musoga ergashganlar, Musoni payg'ambar deb taraganlar jannatga kelsa deydi. Biz albatta musulmonlar jannatga kiramiz, chunki biz Muso alayhisolamni payg'ambarimiz deb qabul qilganmiz. Agar jannatga faqat Muso alayhisolamni iymon keltirgan deb ishonganlar keladi desa, biz albatta jannatga kiramiz musulmonlar, chunki biz Iso alayhisolamni payg'ambar deb qabul qilamiz. Yo'q, faqat Muhammad alayhisolamga ergashganlar jannatga kiradi desa, faqat biz kiramiz. Ya'ni biz payg'ambarlardan birortasini ikkinchisidan ajratmaymiz. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz. Shuning uchun Alloh aytayapti, Hijr egalari payg'ambarlarni yolg'on qildi deydi. Bitta payg'ambarni yolg'on qilishlik butun payg'ambarlarni inkor qilishlik bilan barobar bo'ladi. Demak, ashabul Hijr bu Samud qavmi, Solih alayhisalom yashagan qavm. Samud qavmi yashagan joy hozirda mavjud. Hali navorat aytishga bo'lsa hozir aytib qo'yay. Hozir mavjud bu Samud qavmi yashagan, Alloh taoloning balosi yoqqan ana shu qavmlarda yashagan joy mavjud. Madinaning shimoliy g'arbida 380 km uzoqlikda ana shu makon joylashgan bor hozir. Lekin qiladiki biz hajga borganlarimiz shu tezroq uyga qaytadigan g'am bo'lgani uchun unaqa joylarda ibrat olishga shoshilmaymiz. Tezroq uyga borib olaylik degan narsa bo'lib qoladi, amal tutkizib bo'lgandan keyin. Samud qavmi mana aytdik, Oq qavmining zurriyotlaridan deb aytdik. Oq qavmini bu hunari bor edi. Nima edi? Tog'larda o'yib yusolishadi. Mana shu hunarni ulardan egallashga o'rganishgan edi. Va Samud allazina ja'u as-sahra bil wadi dawlaqta. Samud tog'da o'yib turib yusolgan qavm deydi. Ya'ni otalar ana shu Oq qavmidan o'rgangan hunarni ular o'zlariga saqlab qolishgan. Va Ad va Samud va qad tabayyana lakum min masakinihim. Va Samud ularning makonlari sizlarga ko'rinib turibdi deydi Alloh taolo. Alloh taolo ularga tog'larni sizlarga uy solishlarini qanday bir ajoyib qudrat egasi ekanliklarini Qur'onda bayon qiladi. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Solih alayhisalom o'zining qavmiga aytadiki, ey qavm, Oq qavmidan keyin sizlarni yer yuziga hukmron qilgan Allohni eslaysizlarmi? Sohillarda, uylarda, tog'larda qasrlarni qurasizlar, uylarni qurasizlar. Alloh taoloning ne'matlarini eslanglar, yer yuzida fasod tarqatuvchi bo'lmanglar. Ya'ni Solih alayhisalomning tilida Alloh taolo aytayaptiki, Oq qavmiga Alloh taolo qanaqa ne'matni bergan bo'lsa, hammasini Samud qavmiga ham bergan edi. Oq qavmida bo'lgan hammasi Samudda bo'lgan, lekin aynan ana shu Oq qavmida bo'lgan kufr ham Samud qavmiga bir marta takrorlandi. Atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhli tal'uha hadim wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un. Xuddi o'zi sohilda uylar, tog'da qasrlar, bog'lar, ne'matlar, bog'lar. Samud qavmida Oq qavmida nima bo'lsa shu bor deyapmiz. Yana Samud qavmida Oq qavmida bo'lmagan bitta narsa bor edi. Nima edi u? Bu Oq qavmi haqidagi ibrat xulosa bor edi.
Xuddi shu ne'mat Samudga takrorlandi va Samudga yana bitta narsani berdi. Sizlardan bo'lgan yashagan qavm shu ne'matlarga, sizlarda bo'lgan ne'matlarga shukr qilmadi, biz ularni halok qildik degan xulosasi bor edi. Siz bilan bizda nima bor? Siz bilan biz ana shu o'tgan ummatlarda hammasini holidan ibrat bor bizda. Biz ibrat olishimiz kerak. Agar kim dunyoda qo'yilgan bo'lsa, orqamini ko'rsin. Ko'chalarda g'ishlari pullardan kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi oxiri? Agar biz amalda qo'yilgan bo'lsak, Fir'avnni ko'raylik. Nima bo'ldi? Agar hukmron bo'lib ketgan bo'lsak, Namrud ko'raylik. Bitta choloq tashlab bunga kelib o'ldirib qo'ydi. Insonning qadr-qiymati qo'lidagi dunyosini o'lchanadigan bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Kiygan kiyimi, mingan mashinasini o'lchanadigan bo'lib qolgan. Vaholanki insonning qadrini Alloh taolo bu narsalar bilan o'lchamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Agar bu dunyo deydi, dunyodagi jamiki boyliklar bilan Allohning huzurida chivinning qora tishali qadri bo'lganida, chivinning o'zi qancha vazni bor? Endi qoratil qancha vazni bo'ladi? Ana shu chivinning qora tishali qadri Alloh uchun bu dunyodagi boylik deydi. Agar shunaqa qadrli narsa bo'lganida dunyo matosi, kofir bu dunyoda bir tomchi suv ichmagan bo'ladi. Lekin nima qiladiki, biz o'lchovlarimiz, qalbimizdagi o'lchovlarimiz buzilganligida insonning qadrini dunyo matosi bilan o'lchaydigan bo'lib qolganmiz. Yoki bu o'lchovlar insonlar o'zlari uchun qo'ygan yerda betidagi o'lchov, ertaga yerda tagiga 2 metr pastga ko'milgan paytimizda bu o'lchovlar yerda betida qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi, inson o'lganda qabristonga 4 ta narsa ichib boradi orqasidan. Boyligi, obro'si, amali va bola chaqasi. 3 ta qolib keladi shundan deydi. Faqat amali qoladi deydi. Mo'min odamning qadri taqvosi bilan bo'ladi. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh huzurida sizlarga eng hurmatli bo'ladilar, taqvodorlar deyapti. Sabr qavmi dunyodagi hamma ne'matga erishgan. Dunyoda hukm bo'lmagan yakkovlar. Ularda hamma narsa bo'lgan. Ya'ni biz siz bilan intilayotgan jamiyat narsa bo'lgan, lekin iymon bo'lmagan ularda. Shuncha ne'matga qaramasdan qavm bari kofirlikcha qolaverdi. Alloh o'zidan o'zlarini birodari bo'lgan Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yuboradi. Solih kim edi? Solih alayhissalom payg'ambar bo'lmasdan turib, o'zini qavmidagi hakim, solih kishilardan edi. Qavm o'rtasida bo'lmay qolgan, kelisholmay qolgan masalalarini, ba'zi ishlarni maslahatini hal qilgan muammolarni Solih alayhissalom oldiga kelishadi. Ya'ni hurmatli joyda avtoritet odam bo'lgan. Qachonki la ilaha illallohga chaqirganda inkor qilishdi. Shunday bo'larkan o'zi. Halol haromga kelganda ikkita birodar kelishmay qolaverar ekan. Biri halol buni qilamiz desa, biri harom buni qilmaymiz deb shu yerda ekan bo'linib ketaverar ekan. Nuh alayhissalom Parvardigoro o'g'li cho'kib ketgandan keyin oilani saqlab beraman dedim. Seni va'dang haq edi. O'g'lim mana Allohdan Alloh taolo dedi. Inna ulaysan lahlik. U seni olib borolmas edi, seni oilangdan emas dedi. E'tiqod masalasi kelganda, kufr bilan iymon kelganda, u qarindosh urushi aloqalari uziladi dedi Alloh taolo. Nuhga Alloh taolo seni o'g'ling emas u. Demak, aqida masalasi musulmonni birlashtiradi bir-biriga. Aqida masalasi la ilaha illalloh ikkita. Umuman xilma-xil millatdan, xilma-xil yerda bo'lgan odamlarni ota-bolalar yaqin qiladi. Endi ota-bola bo'lsa-ki, biri musulmon, biri kofir bo'lsa, o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmasligini Alloh taolo Qur'onda zikr qilyapti. Astagfirullah, qalu ya Solih qad kunta fina marjuwan qabla hada. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid. Ya'ni Solih alayhissalomning o'zini qavmida hurmati balandligini Alloh Samudda tili bilan bayon qiladi bizga. U aytishadiki, ey Solih, mana shu kalimani aytishlikdan burun ichimizda hurmatli yaxshi odam bormi? Ota-bobolarimiz sig'inib kelgan butlarga ibodat qilishidan qaytarasanmi? Seni chaqirayotgan narsada biz shubhamiz bor. Sen ishonmaymiz payg'ambarligingga. Ya'ni o'zlari e'tirof qilyapti. Sen yaxshi odammi biz ichimizda? Lekin la ilaha illallohga chaqirgan paytda yomon bo'lib qolyapti. Astagfirullah, qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin ghayruh huwa anshakum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Ey qavm, sizlarga Allohdan boshqa iloh yo'q, faqat Unga ibodat qilinglar. Sizlar yer yuziga hukmron qildi, unga istig'for qilinglar. So'ngra tavba qilinglar, Alloh qaribun mujib bo'lgan zot. Hud alayhissalom o'zini qavmi otni qanday ogohlantirgan bo'lsa, Samud qavmini payg'ambari Solih alayhissalom xuddi shunday narsani takrorladi. Aqiya zikru alayhi min baynina bal huwa kadzabun ashir. Alloh taolo Qur'onda qavmini dedi. Kelib senga tushdimi zikr?
Senga keldimi payg'ambarlik? Balki sen kazzob bo'lsan, yolg'onchidirsan. Qalu innama anta minal musahharin. Sen sehr ko'rganlardan bo'lsan. Solih alayhisolamga bir qancha odamlar iymon keltirgan bo'ldi. Samud qavmi ularni masxara qilib, "Sizlar Solihga iymon keltirdinglarmi?" Ha degan javob berishganda, "Biz kofirmiz bu narsaga" deyishdi. Subhanalloh, biz hozir bir bo'layotgan ishlarda bir hikoya qatorida eshitib qo'yapmiz, lekin bu narsa sodir bo'lganda, ana shu kufrni keltirib turgan paytdagi odamlar ularni nima kutib turganligini bilganida ha bo'lardi ekan. Biz oxirini bilamiz. Bizga narsa bu qattiq ta'sir qilyapti, lekin insonlar boshiga kelmaguncha ko'zi ochilmas ekan. Hasan Basri aytgandek, insonga o'limdan keyin boshqa ma'ruzani keragi yo'q. Solih alayhisolamdan shu bilan olgan bo'lishdi. Ya'ni sen nafsan, sen biz oldimizga kelding, bizni boshimizga musibat, bizga bir balo keladi. Qolu tayyarna bika va biman ma'ak, qolu qairukum indalloh bal antum qawmun tuftanun. Bizdan nari bo'l. Qachon bizga yaqinlashadigan bo'lsang, bizga musibat yetadi. Sen shumsan. Solih alayhisolam o'ziga javob berdi-ki, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وما تزيدونني إلا تقصير. Ey qavm, agar Alloh menga o'zining rahmati bo'lgan payg'ambarlikni bergan bo'lsa, Allohga osilik qilsam shundan keyin kim meni Allohning balosidan saqlab qoladi? Axir aql yurgizmaysizlarmi? Va sizlardan bu qilayotgan ishim uchun mukofot so'rayotganim yo'q. Mening mukofotim Robbil alaminning zimmasida-yu. Aql yurgizmaysizlarmi deydi. Agar mana shu da'votimdan dunyo matosini orzu qilayotgan bo'lsam, dunyoda ta'ma qilayotgan bo'lsam, sizlardan mukofot oladigan bo'lmasmidim? Aql yurgizmaysizlarmi deydi. Juda ko'p bir xiyollar bo'ladi. Solih alayhisolamga qavmidan ketishidan bosh tortadi. Shunda ana shu nodir qissalardan biri shu yerda ro'y beradi. Ular aytishadiki, hamma payg'ambarlar mo'jiza keltirgan. Sen quruq gapingga biz iymon keltirmaymiz. Sen bizga mo'jiza keltirding. Mana shu yerdan boshlanadi qissaning asosiy qismi. Aytishdiki, biz deyishdi, ana shu qavmini malolar bu qonni to'g'lari. Haligi zuvorasi katta olingan odamlar bizni shuncha bizni aytganda, qavmini boshqaradigan peshvolari. Odatda payg'ambarlarga doim kambag'al bechora noto'g'rilar iymon keltirgan, chunki ularga Allohga ehtiyoji ko'p bo'lganda, so'radigan narsasi ko'p bo'lgan. Shakaratni desa ham Allohga, yog'ni desa ham Allohga, endi qora quchog'i to'g'ri bo'lsa, puli bilan xalq qo'yayotganga o'xshaydi nazarda, shuncha Alloh demaydi u. Ulamolar aytgan, bor odam kofir shirk keltirib qo'yishga yaqinladi, kambag'al odam kofir bo'lib qolishga yaqinladi. Nima degani bu? Bor odam hamma narsani puli bilan, hamma narsani bir mol bilan xalq qilib, qo'limdan hamma ish keladi, qo'lim bilan yo'l problem mana xalq o'raman deb turib, shirk keltirib qo'yishlik xalqga yaqin yo'l ekan. Endi kambag'al odam shirkga yaqinlashadi. Nima degani? Bu kambag'al odam halol bo'lib ibodat qilsa ham ko'proq bir rizqiga bog'liq kelib ketavermasa, qiyinchiliklar ozgina yashaydigan bo'lsa nima ekan? Xudo Alloh o'zi deb olar ekan. Endi odamlar aytishdi, shu o'qimishli odamlardan, ziyoli odamlardan, akademik bo'lganlardan, Xudoning ishonmayman, nimaga? Xudo bo'lsa, odamlar shuncha qiynalganini ko'rib turib, qo'yib qo'yamadi. Subhanalloh, bu dunyo imtihon emasmi? Akademik bo'lib, lekin Alloh taolo qalbini ochmoqda. Bu odamda aqlligini Alloh taolo. Agar bir insonda aqli Allohni tanimasa, u aqlli emas. Bir odamda o'qigan ilmi Allohni tanimasa, bu ilm emas. Bu gaplab qo'yish, chiroyli gapirib qo'yish ilm emas. Agar Allohni tanimasa bu aqli, bu odam aqlli deyilmaydi. Agar dunyoda iymon keltirganlar hayoti zo'r bo'la olsa, unda yaxshi yashash uchun ham iymon keltira olmaydimi? Alloh taolo kimi dunyo bilan sinadi, kimi faqirlik bilan, kimi kasallik bilan imtihon emasmi bu? Bu akademiyada ahli joy emas ekan. Chunki la ilaha illalloh qo'shib ishga ketaversa, unda nima imtihon qilib qoladi? Shunday emasmi? Ana shu qavmini, mana shu qavmi qursoqi to'p zuvoz katta zulgan ma'lumotlar aytishdiki, ey Solih deyishdi, mo'jiza keltir. Lekin to'g'ri kelgan mo'jizani qabul qila olmaymiz. Mo'jizani biz o'zimiz nima qilamiz? Buyuramiz, zakaz qilamiz. Subhanalloh.
Agar Alloh iymon berishini xohlamasa bir bandasiga, millionta mo'jizani keltirganda, subhanalloh va bihamdihi, Iso alayhisolamga qavmi aytadi: "Ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushishlikka qodirmi?" deb so'rashdi. Ya'ni yer deyapti. Biz ham odamlarga o'xshab Allohdan qo'rqinglar iymon keltira olgan bo'lsanglar. Tushib ko'rib, endi iymon keltiramiz dedi. Iso alayhisalom Allohdan so'radi: "Parvardigor, bizga mo'jizani tushirdi." Qur'onda mana mo'jiza degan sura bor. Allohning oxirlarimizda bir ziyofat bo'lsin va sendan bir mo'jiza bo'lsin. Alloh taolo nima dedi? Men mana shu dasturxonni tushiraman. Lekin shundan keyin kofir bo'lganlarda hech kim azoblamagan azobimni azoblayman dedi. O'shuning uchun jahannamda eng tubida Fir'avn bo'lib deyiladi. Yana mana shu dasturxon egalari bo'ladi. Chunki Alloh taolo Adxilu ala Fir'avna ashaddal azob, qiyomat qoyim bo'lganda Fir'avnni jahannamda eng tubiga otishlar dedi. Shu dasturxon Alloh taolo ko'zini oldida dasturxon tuzilgan tushdi. O'tirib Iso alayhisolam sahih rivoyatlar. Iso alayhisolam yashagan shahardagilar hammasi o'tirib yeyishdi. Yana kofir bo'lishdi. 12 tadan oshchoqlar iymon keltirmadi. Bu nima degani? Bu yerda o'tirganlar birorta mo'jiza ko'rganlar yo'q hali. Birorta tuyani yoki birorta bir otmon ochgan iymon keltirdi deb birodarlar. Ularga xuddi shu bo'lib payg'ambarlar zamonida yashagandan ko'ra keyin yashab iymon keltirgan afzal emasmi? Insonni qabr dunyosi bilan o'lchanlik dedi, iymon bilan o'lchanadi dedi. Demak bizni qabrimizga Alloh barak qildi. Endi shukr ado qilaylik, Alloh ziyorat bersin. Agar shukr ado qilmasa Alloh qo'yib qo'yaman deyapti. Insonda iymondan ayirib qo'yilgan amali bo'lishi mumkinmi deb ulamolar so'rar ekan, ulamolardan. Inson e'tiqodda kofir bo'ladi. Arabda hayotda kofir bo'ladi, namoz o'qimasa bo'ladi, kofir bo'ladi, e'tiqoddagi kufr. Endi amalda-chi desa 3 ishlar ekan ulamolar. Mana shu bizga berilgan iymondan ayirib qolishimizning 3 ta ishi bor ekan. Birinchisi, shu deb iymonda shukri ado qilinmasa Alloh olib qo'yishi mumkin der ekan ulamolar. Eshityapmiz-ku mana shu masalalarni. Shunga amal qilmasak, shukrni ado qilmagan bo'lamiz. Ikkinchisi, iymondan ayrilib qolishi mumkinlik xavfi bo'lmasa insonda. Alloh iymondan bo'lishi mumkin degan qo'rquv bo'lmasa musulmonda, Alloh olib qo'yishi mumkin. Va musulmonlarga ziyon yetkazadigan bo'lsa, qasd qilib, shu odamlar ham iymon olib qo'yishi mumkin deb marhamat qilgan ekan ulamolar. Shukrni ado qilmasalar iymonda, iymondan ayrilib qolishning xavfi bo'lmasa ishlarda va musulmonga ziyon yetkazishlikni kasb qilgan bo'lsalar, iymonda Alloh olib qo'yish ehtimoli bor deyishgan ekan. Sen roh payg'ambar bo'lsang bizga mo'jiza keltir, lekin to'g'ri kelgan mo'jizani biz qabul qilmaymiz. Ana shu gapni yodlashib turishganda bir katta bir xasin toshni olib o'tirishardi. Bitta aytdi, "Mana tosh yorilsin" dedi. Ichidan tuya chiqsin dedi. Boshqa kulishdi maza qilib. Masxara qilishyapti. Yana bittasi aytdi, "Bu tuya dedi, rangi qizil bo'lsin" dedi, yana kulishdi. Hali yo'q narsa ko'pirtirish bo'ladi-ku. Qonunda qanaqasi bo'lsa, desa, "Unjida maraqasi bo'lsa, deb qo'shaveramiz-ku. Bo'lmaydigan narsa bo'ladigan qo'shaverasizda." Qo'shaverdi. Rangi qizil bo'lsin deyishdi. Yana kulishdi xoholashib. Yana bittasi qo'shimcha qildi. "Juni uzun bo'lsin" dedi. Tuyaning juni uzun bo'lmaydi o'zi. Yana xoholab, yana bittasi qo'shdi. Shunaqa katta bo'lsinki, bir kun biz ichadigan suvni kechgacha o'zi ichadigan darajada katta bo'lsin. Bir kun suvni ichsin, bir kun biz ichaylik dedi. Yana kulishdi. Yana bittasi aytdi, "Qonida 10 oylik bolasi ham bo'lsin" dedi. Yana kulishdi. 10 oyda tug'adi tuya, agar bilmasak bilib olaylik. Ya'ni mo'jizani zakaz qilishdi, bizni til bilan aytganda. Shamshirlar buni qilolmasligiga. Solih alayhisalom aytdi, "Agar shu sizlar aytayotgan narsani keltirsam, iymon keltirasizlarmi?" dedi. Ular qaytdi ishdi. Ular shunga xotirjamki bu narsani nima qila oladi? Alloh azza va jallaga nima degan gap bu? "Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, bir narsani xolasa bo'ladi, bo'ladi. Bizi Robbimiz qanaqa qudratli ekanligini bilsak kerak. Robbimizni kimligini yaxshi tanisakchi, hayotimiz shirin bo'lib qoladi. Biz tikka turibman, sizlar o'tiribsizlar. O suyanib o'tirgani bo'lib qolmayapti.
Chunki suyanchig'i bor ularda. U suyanmagani berib to'ryapti. Biz hayotda Allohga suyanishni bilmaganligimizdan belimiz qolib ketyapti. Birodarlar. Chunki bizning suyanchig'imiz yo'q. Biz o'zimizning harakatimizga, aqlimizga, pulimizga, tanish bilishimizga suyanganligimiz uchun belimiz qolib ketyapti. Har qancha ko'paytirsak ham bo'lmayapti xotirjamlik. Agar odam suyanchig'i bo'ladigan bo'lsa, beli tolmaydi, shunday emasmi? Bu qavmlar solihlar Robbisi kimligini tanishmas edi. Biz Robbimizga suyanib yashashni o'rganib olgan kunimiz hayotimiz zo'r bo'ladi inshaalloh. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning hisobi Allohning zimmasida deydi. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkul qiladiganlarni, Allohga suyanadiganlarni yaxshi ko'radi deyapti. Tavakkul nima? Tavakkul ottibaroq g'am qilmaslikki. Tavakkul nima? Dengizga to'g'ri borib baliqchi. Endi baliq kelishiga g'am qilmasligi tavakkul. Natija haqida g'am qilmaslik. To'g'ri yayadi kerak joyga. Baliq borib bilgan joyga boradi, qo'ldan kelgan sababni qilib qo'yib, natija haqida nima qiladi? G'am qilib shu tavakkul bo'ladi akalar. Bizda bor shu tavakkul. Insult, asma, shunga o'xshagan asab kasalliklari bo'lmaydi musulmon. Yo'q musulmonga bunaqa bo'lishiga. Chunki natija haqida g'am qilsa ham Alloh aytgan bo'ladi, natija haqida g'am qilmasa Alloh aytgan bo'ladi. Shunday emasmi? Solih alayhisalom kim edi? U mutawakkillardan, Allohga suyanganlardan edi. Shularni so'ragan narsalar. Shu narsani, ya'ni Robbisini tanitdi kimligini. Biz ham taniymiz Robbimizni. Allohni tanishlik nima bilan bo'ladi? Ilm bilan bo'ladi. Ilm o'qishlik bilan bo'ladi. Robbingizni qancha taniysiz, shuncha yorug'likqa, shuncha issiqlikqa yaqin bo'layotgan bo'laverasiz. Robbingizni qancha taniysiz, shuncha qalbingizga g'amlar Alloh uzoq qo'yadi qo'li bilan. Solih alayhisalom ana shu tavakkul qiladiganlardan edi. Odamlarni to'playlardi. Odamlar to'planishdi. Solih alayhisalom Alloh taologa duo qildi. Yer qimilladi. Tosh yorildi. Ichidan insoniyat tarixida eng katta tuya, juni qizil, juni uzun, qornida 10 oylik bolasi bilan tuya chiqib keldi. E'tibor beraylik. Onasiz, qo'rg'oz emas, qornida bolasi bilan. Alloh azza va jalla qodirmi? Subhanalloh robbil alamin. Alloh haqqida aytgan fakt. Insonni otasi xudo, otasi ziyarati deb Allohga o'rniga duo qilayotgan mushriklar Iso alayhisalom yarashini bir katta narsa deb bilsa, tuyaga qarab qo'ysin. Insonni har qanday onasi bor edi. Tuyani otasi ham onasi ham yo'q edi. Yana homilador bo'lib chiqmadimi? Isoni xudoga o'rniga bergan mushriklar Odam alayhisalomga qarasan. Otasi ham onasi ham yo'q edi. Lo'dan bo'ladimi? Alloh qodir emasmi? Otasiz, onasiz, qornida onali bolasi bilan eng katta qizil rangdagi juni uzun tuya chiqib keldi. Iymon keltirdingizmi bizlar? Albatta, shu kelgandan keyin iymon keltirsa kerak, yo'q birodarlar. Iymon Alloh taoloning bandasiga beradigan eng katta ne'mat ekanki, yaxshi ko'rganiga beradi faqat. Tuya chiqdi. Endi shartni Solih alayhisalom qo'yishni boshladi. Astagfirullah, hadihi naqatullohi lakum aya, fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' fayakhudhukum adabun alim. Bu Allohning tuyasi. Ket qo'yinglar. Allohning yerida yursin, yesin. Yomonlik bilan qo'linglarni tegizmanglar, sizlarga alamli azob yetadi. Ya'ni mo'jiza ular aytgan sifatga mos bo'ldi. Bu mo'jiza shunaqa mo'jiza bo'ldiki, Musa alayhisolamning mo'jizasidan bo'lmadi. Musa alayhisalom qasdini tashladi, ilohiy rahmatini yeb tashladi sehrini, va tugadi. O'shada turganlar ko'rdi, 5 minutda 10 minutda tugadi. Bunaqa mo'jiza bo'lmadi bu. Qo'lni qo'lga tiqdi, oqqa qilib chiqardi. Tugadi. Bunaqa bo'lmadi bu. Bu mo'jiza ular bilan bir necha oy yashadi. Agar sehrlarimizni ko'zimizda esa, sehr vaqtincha bo'ladi. Shunday emasmi? 1 soat bo'ladi, 2 soat bo'ladi, tugaydi bu sehr. Sehr bu ko'zni bog'lashlik. Bu sehr emas edi. Yana xatar aytaman. Iymonni Alloh yaxshi ko'rganiga beradi va shukr qilishini talab qiladi. Shukr qilmasa Alloh qo'yib qo'yadi. Biz o'zimizdan ketmaylik. Iymonni eng asosiy joyi jon chiqayotgan paytda bilinadi. Amallar nima sehara o'lchanadi? Xotima sehara. Qala hadihi naqatun laha shirbu va lakum shirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adabun azim.
Bu Allohning tuyasi. Endi suvni bir kun u ichadi, bir kun sizlar ichasizlar. Nima deyishadi? So'rash oladimi? Insonning balosi tilidan, tilini beradi. Sendan so'radim bu 3 kun bir kun suv ichishni, bir kun suv ichishni. Bu masxara bo'lgan, Alloh taololarni jazoladi mana shu narsa bilan. Suv shunaqa ishlardiki, tumshug'ini tiqib turib hovuzga bir kun kechgacha suv ichardi tuya. Bir kun sovuq qonish navbat qilganda suvda ichishardi, ertasiga yoqlardi, ertasi kun kelib toshda olib, shu kechgacha suv ichardi. Va suv ichib turgan paytda sog'ishardi sog'liq tuyani. Va suti butun qishloqqa yetardi. Bu mo'jizani qoldirib berishganda ma'nosini. Lekin iymon keltirishdimi? Yana qaytarib aytib charchagan munosabatdan iymonda Alloh yaxshi ko'rganiga beradi. Mingta bo'lsan ko'rsating, agar Alloh qalbini ochmaydigan bo'lsa 2 pul. O'ylana ikkita martadan bir qo'yib to'g'rilab qo'yman dedi. To'xta kasadan ko'rib qo'ygan bu Allohning biz birodar Alloh yo'lida chaqirishlikdan bo'lgan, birodar nasihat qilishlikdan bo'lgan bu xalq egasiga yig'lash kerak. Parvardigor mashorani qabul ushatgan va shuni hidoyatga meni sabab qilgan. Allohumma yahdina va hdina va ja'alna sababan liman ihtada. Parvardigor bizni hidoyat qil va biz bilan ham hidoyat qilganlarni, odamlarni hidoyatiga bizni sabab qilgan. Duo. O siz hech qachon o'g'lingizni, qizingizni yoki xotiningizni bir musulmon bo'lishlikka majbur qilib qo'ya olmaysiz. Agar Alloh qalbini nima qilsa, yumshatmasa. Kimga o'ylaysiz ekan? Qarang. Bolangizga bola namoz o'qitishdan bundan kim yig'lash kerak ekan? Ana Robbingizni tanisangiz, bilasizda qanaqa muomala qilish Robbiz bilan. Inna musilun naqati fitnatan lakum fattaqibhum wastabir. Albatta biz ularga tuyani fitna qilib beramiz. Kuzatib turing, sabr qiling Alloh taolo. Ya'ni bir ne'mat, bir mo'jiza bir qavmga ne'mat bo'lib ketishi mumkin ekan, fitna bo'lib ketishi ham mumkin ekan. Alloh bir bandagi dunyoda berar ekan, ne'mat qilib berar ekan. U fitna ham bo'lishi mumkin ekan. Inna min Allohi va azwajukum aduwwan lakum. Mol dunyolarda, xotin bola chaqalarlarda sizlarga dushman bor, hushyor bo'linglar dedi. Qanaqa dushman? Agar mana shu bola chaqa, tijorat, xotin, uy Allohning zikridan to'sib qo'ygan bo'lsa bu fitna bo'ldi. Shu bola chaqani deb ibodat qilgan bo'lsa fitna ekan bu. Yo agar bu narsa biz Allohning ibodatiga tutadigan bo'lsa, bu fitna emas ekan. Va nabbikum annal ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar. Va xabar ularga suv bo'lindi. Bir kun sizlar ichasizlar, bir kun tuya ichadi. Faqala lahum rasululloh naqatalloh. Allohning payg'ambari ularga bu Allohning tuyasi, ko'zinglarni ochinglar deb tahdid qildi ular oyog'ida. Mo'jiza baraka 10 oylik onada bolasi bilan edi. Umroga tug'adi, kamida bir oy yoki undan ko'proq muddat tuya nima qildi? Yashadi birodarlar. Odamlar mo'jizani ko'rib, Allohga intilganlarga Alloh qalbini sekin-sekin hidoyat qilishni boshladi. Mo'jiza o'la. Ittiroqchilik oqlaridan kechgacha suvga chiqib ketadi. Kun olib ko'rishadi mo'jizani. Odamlar sekin-sekinlik bilan iymon keltirishni boshlashdi. Musulmonlar soni sekin-sekin bilan ko'paya boshladi. Va qavmlar ana shu ma'nolari bu tuya ichimizda yursa solihga ergashib ketib qolar ekan odamlar. Bizni gapimizga kelmay solihga ergashib qolar ekan. Kelinglar tuyani o'ldiramiz deydi. Undan tashqari bu tuya bizni bezovta qildi. Chunki kun bo'yi suvda egallayapti bu kunga. Tog'dan tushib kelayotganda yo'g'onligidan tuyalarimiz, qo'y-qo'zlarimiz qochib ketyapti. Kelinglar qutulamiz. Favolarni biha. Allohning tuyasiga zulm qildilar. Aytilgan edi ularga. Yomonliklar qo'llarga tegizmanglar, sizlarga Allohning alamiy azobi keladi deyilgandi. Lekin bu Alloh taololarning qalbini ko'r qilgandan keyin Alloh o'zi rahmat qilsin. Mana shu ma'nolar o'zlarining ichidagi ko'pchilik mualliflarda e'tirofiga ko'ra Xudo ibn Salih ibn Jida degan kishini chaqirishdi. Alloh taolo u haqida aytadi: "Idin ba'sa ashqoha." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Alloh yashab o'tgan odamlarning eng badbaxti mana shu Xudo" deydi. Chunki Alloh aytadi badbaxti. O'zining ichidagi eng badbaxt kisini yubordilar deydi. Xudoning o'zini bir qancha ulfatlari bo'ladi. Arab majlisi bo'ladi, 9 kishi bo'ladi ular.
Va kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Arab mazisi bordi bularda. Birorta bir salohiyat yaxshilik yo'q edi, faqat fisq fujur bilan ovora bo'lardi. Chaqirishdi va tuyani o'ldirishlikka undan iltimos qilishdi. Xudo qabul qildi va qavmidan shart oldi, Samud qavmidan. Biz tuyani o'ldiramiz. Agar bir kimsa bizga zino yetkazmoqchi bo'lib, bizni bir jazolamoqchi bo'lib kelsa, hammalar himoyalarga olasizlarmi? deb so'rashganda ular nima dedi? Ha, dedi, tuyani o'ldirishda faqat Xudo emas, butun qavm ishtirok etdi. Demak, Samud qavmiga balo yoppasiga kelgan paytda Alloh taolodan ayni adolat sodir bo'ldi. Chunki qavm katta kishiga oq qorasini nima qilishdi? Rozi bo'lishdi. Agar Xudo o'zi o'ylab qo'ygan Samudga balo kelganda, bu qavmlarga da'vo bo'lishi mumkin edi. Lekin Alloh taolo nima qildi? O'zlarini o'zlariga hujjat qildi qarshi. Va kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Ana shu shaharda 9 kishi bor edi. Faqat yer yuzida fasod tarqatar edi. Hech qachon bir solih bo'lmagan ular. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah fakazzabuhu faqaruhu fadamdama alayhim robbuhum bi dhanbihim fasawwaha." فأخروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Solihlar yolg'on chiqarishdi va tuyani oyog'ini sindirishdi va Parvardigori qilgan gunohlarini ularni vayron qildi. Tuyani oyog'ini sindirishdi va Parvardigorining buyrug'idan yuz o'girdilar. So'rayaptilar: "Ey Solih, endi qo'lingdan kelgan ishni qil" deydi. Alloh adashtirmasin. Mo'jiza deyshudi, mo'jizani ularda talab bo'yicha keltirildi. Mo'jizani Alloh taolo yaratib shart qo'yib qo'yib, agar shunga yomonlik bilan qo'l tegizsanglarga balo keladi dedi, yana qo'lini cho'zishdi. Ahmoq masala bular. Jinnimi bular deysizlar? Yo, ahmoq masala, aqlligida bular. Esligida ba'zi odamlarga o'xshab. Lekin Alloh qalbini ko'r qilgandi bularni. Ko'zlar ko'rmas edi Alloh taolo, balki qalblar ko'r edishida bo'lgan deydi. Insonni ko'rgan ko'rlik hech narsa emas. O'li qutuladi dunyoda bu ko'rlikdan. Qalb ko'r bo'lmasin. Tuyani o'ldirishlikka mana shu 9 ta kishi kirishdi. Va tuya o'zini suv ichadigan navbati kelgan kunda pastga qarab tushib kelayotganda, ana shu 9 kishi hujumga o'tdi. Xudo buyrug'ida hujum qilishdi. Lekin tuyani kattaligidan, ulkanligidan haliga 9 tasini 8 tasi qo'rqqanidan qochib ketdi. Xudo kuldi ular ustidan. Tuyani qo'rqasizlarmi dedi. Qo'lidagi asobi bilan borib tuyani oyog'ini urib sindirdi. Faqaruha degani aql degani bu oyog'ini sindirishlik degani. Yiqildi va hammasi hujum qilib o'ldirishdi. Aytilgan mo'jiza, aytilgan shart bo'yicha keldi. Ularga ehtiyotkorlik qilishligi aytilindi, lekin Alloh ularni jahannamga bo'lishini xohladi. Ular o'zlari xohladi bu narsani. Ular hech kim majbur qilgani yo'q. Tuyani o'ldirishayotganda bolasi tug'ilgan edi. Xuddi o'zini shaklida edi. Qizil edi ular, yo'g'on edi ular, junior uzun edi, onasi bilan kelib suv ichar edi. Endi ana shu 1 oylik 15 kunlik tuyani bolasi onasini o'ldirishayotganda to'g'ri qochib ketdi. Ana shu toshlarga bordi. Allohning mo'jizasini bolasi. Uni o'ldirib bo'lgandan keyin uni ham quvib yetishdi. Uni ham o'ldirishdi. O'ldirishganda 3 marta qattiq qichqiradi. Solih alayhisolamga bu narsani xabar etganda, tezlik bilan yetib kelsa, butun Samud qavmi to'planib, tuyani so'yib, pishirib, go'shtlarni yeb o'tirishgan bo'ladi. Sutini ichishdan go'shtini ham yeyishdi. Nima deyilgan bularga? Wala tamassuha bisu, yomonlikdan qo'llab uzatmanglar. Sizlarda bir alamlantiruvchi azob tushadi degan edi. Tuyani o'ldirishdi. Solih alayhisalom aytdi, endi sizlar o'zingizlarda hovlilarda 3 kun ne'matlanib yashab olinglar. Sizlarga 3 kun muhlat dedi. Ya'ni 3 kundan keyin sizlarga nima keladi? Balo keladi dedi. Hamma go'shtdan yedi. Tuyani o'ldirgandan keyin bu bilan kifoyalanishmadi. Aytishdi, Solihni o'ldirib qo'ydingizmi dedi işte. Mana shu 9 kishi qonni to'g'izib tuyani go'shtiga bo'lgandan keyin Solih alayhisalomning uyiga qarab jo'nashdi. Va balo birinchi bo'lib mana shularga boshiga yog'di. Yer qimirladi ular mana shu yo'lda ketayotganda. Hammasi tizzasiga cho'kib qolganda boshiga tosh yog'di ularga hammasiga. Va kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Yerda faqat buzg'unchilik qilgan 9 kishi birinchi bo'lib halok bo'ldi. Solih alayhisalom va mu'minlar qavmni tashlab chiqib ketishdi. Balo va'da qilingan kun kelishidan burun. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله
va inna lasodiqun. O'zlari aytishdiki, Solihning kechasi o'ldiramiz. So'ngra urg'oymoqni bizdan so'rasa, biz uni ko'rmadik, biz bilmaymiz hech narsani, biz rost gapiryapmiz deb qo'yamiz deyishdi. Urug'ga o'shaqa deyishib olar, lekin Alloh oldinga deb javob berishadi. Va makaru makran va makaruna makran va hum la yash'urun. Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum va qawmahum ajma'in. Ular makr qildi deydi Alloh. Biz ham makr qildik deydi. Endi ularning qilgan hiylasini, makrini oqibati nima bo'ldi? Sezishmay qoldi. Albatta biz ularni hammasini vayron qildik dedi. Ular ham bir ish qildi deyapti, biz ham bir ish qildik deyapti, lekin sezishmay qoldi. Biz ularni qanaqa vayron qilganligimizni. Solih alayhisalom qavmi hayollarimizga uchishi bir pasda, subhanalloh. Ana shu va'da qilingan balog'da birinchi kun kelganda ajoyib manzara yuz berishni boshladi. Birinchi kun Samud qavmini hammasini yuzi sariq rangga bo'yaldi. Yuzi sariq bo'ldi hammasini. Balo kelishiga aniq bo'lib qoldi. Solih rost gapirgan ekan. Endi nima qilamiz? Ikkinchi kuni yuzi qizardi hammasini. Uchinchi kun yuzlari qora rangga kirdi. Mana endi omonlik yo'q. Mana endi inson o'ziga o'zi qabr qazishligini tasavvur qila olamizmi? Biz hayotda qo'l qolgan eng katta narsa o'lim. Lekin bular o'limni orzu qilib qolishdi. Chunki balo kelishidan buni o'lib oladi degan bilan o'zlarini qo'llarini o'zlari qabr kavlashdi. Allohga hamd sanoq bo'lsin, o'sha paytda o'sha qavmni ichida o'qilmoqmiz. Ondan uyga qo'yib ko'raylik-da, na'udzubillah. Holimiz nima bo'lardi ekan? O'limni kutishlik, baloni kutishlik, balozdan ham oro olmaydimi? Qo'rquv vahimasi. Qavmga boshladi. Solih va qat chiqib qoldi. Qabr qazishni boshladi, omonlik yo'q. Endi azob keldi. Azob qana qilib keldi. Bu Hud alayhisalomning qavmiga o'xshab bitta balo shamol kelib yo'q qilmadi bularda. Nuh alayhisalomning qavmiga kelgan to'fondaqa bitta balo kelmadi. Ularga bir necha azob keldi. Sabab mo'jiza ular talab qilgan suratda keldi, lekin kofir bo'ldi, balo ham boshqachasi keldi. Birinchi bo'lib yer titradi. Hammasi yerga yiqilib qoldi, oyog'ida birov tura olmay qoldi. Va ustidan chaqmoq urdi ularda, bitadan. So'ngra bitta qichqiriq tutdi, fasbahu fi darihim jathimin. To'kilib qoldi o'zlarining yurtlarida. Ana, to'g'ri o'z gapni o'tkazib oldik. Lekin buni kayfiyat qanaqa bo'lganligini qavmlar o'zlari biladi. Yer titradi. Jina yer qilmasa nima ketyapmiz biz? Yuraklarimiz to'xtab qolmayaptimi urushdan? Hammamiz shikka qarab qolyapmiz. Kalima gapirib olyapmiz. Nima ish qilib o'tirishimizdan qat'iy nazar. Faqat shuni desaydi Alloh. Qiylangan kunlarda Alloh sizlarni eslashini xohlasanglar, yengil kunlarda Alloh ko'p eslaylar demadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chaqmoq urdi va bir qichqirib tutdi. Astagfirullah. Fa'aqadathum ar-rajfatu fasbahu fi darihim jathimin va fi thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin fa'ataw an amri rabbihim fa'aqadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المختبر فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Qachonki bizni buyrug'imiz baloimiz kelganda Solih va u bilan birga iymon keltirganlarni bizni rahmatimiz bilan saqlab qoldik. Ular faqat iymon keltirib qo'yganligi uchun emas ekan saqlanib qolishligi. Allohning rahmati bo'lganligi uchun omon qoldilar. Hammamiz bilamiz, jannatga hech kim amali yetmaydi kelib ketishlikka. Rasululloh shu hadisda aytganda, "Ya Rasululloh, siz amalingiz dedi, meni amalim ham yetmaydi" dedi. Faqat Robbim o'zining rahmati bilan meni o'rab olgandan keyingina kiraman dedi. Demak, ular iymon keltirgani uchun emas, faqat shuning uchun emas, Allohning rahmati bo'lganligi uchun saqlab qoldi bularni. Shuning uchun siz bilamiz ham Allohdan bir narsani so'rayotganda, "Bi rahmatika ya arhamar rohimin." Rahmating bilan bergin. Biz loyiq emas, o'shuning uchun bermas. Biz hali nima deydi? Zaslujeniya emas akalar. Rahming kelganligidan, marhamating bilan, muruvvating bilan berdi. O'zi loyiq emasmiz bu marhamatingga degan narsani esdan chiqarmaylik. Biz o'zimizni kimligimizni bilsak, Robbimizni kimligini tanisak, inshaalloh javob o'tiradi hamma yo'q. Alloh tavfiq bersa. Hatilka buyutukum khawiyatun bima zalamu inna fi zalika la'ayatan liqawmin yaqilun. Ana billahi ta'ala.
Uylari deydi, qilgan zulmlar tufayli bo'shab qoldi deydi. Albatta mana shu ishda aql egalari uchun ibrat alomatlar bor, oyatlar bor. Alloh taolo bu qissani rostligini dalil qilib, ularning uylarini hozirgacha saqlab qo'ydi. Keyin mana shu Madinaning shimoliy g'arbiga 380 kilometr masofada joylashgan bu qavmning yashagan joyi, agar o'sha yoqqa hujjat kerak bo'lsa borib ko'rilsa, shu maskanlarda Alloh saqlab qo'ygan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana solih va mo'minlar muborak Falastin yeriga hijrat qilishdi. Romlarda yashagan shu Rasululloh solih alayhisalom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotida sahobalar bilan ketayotgan paytda Rasulullohning bir qancha sahobalari ana shu Samud qavmini qishloqdan o'tib ketyapti, hovuzidan suv olib, ba'zi idishlaridan olib, suv quyib chiqib ketganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam undan xabar topdi-da, suv to'kilsin dedi. Idishlar sindirilsin dedi. Va shu suvda qilingan ovqat tashlansin dedi. Alloh dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Allohga balosi kelgan azoblanganlarning uylariga kirmanglar. Agar kirishga to'g'ri kelib qolsa, yig'lab kiringlar. Tabarruk, agar yig'lamasanglar, yig'laganda uvullab kiringlar dedi. Chunki ibrat olishlik kerak. Qabristonga chiqib bemalol dunyolarni gaplashayotganligimiz, ibrat olmayotganligimiz akalar. Janoza orqasida bemalol dunyolarni gaplashib, xohlashib ketayotganligimiz qalbimiz g'ofilligini belgisi. Ro'parasida o'lim turib, odamni qanday turgisi keladi? O'zimizga baho beraylik. Har bittamiz. Hasan Basri aytgandek, o'limdan keyin insonga boshqa ma'jizaning keragi yo'q. Agar qabristonda bu mahzun bo'lmaydigan bo'lsak, bilmadim endi qanday mahzun bo'lamiz. Alloh taolo birdaniga ikkita xotirjamlik berdi deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkita xavotir bilan bermaydi. Kim mendan dunyoda qo'rqsa, oxiratda xotirjam bo'ladi deydi Alloh. Hadis qudusiyda keladi. Kim mendan dunyoda xotirjam bo'lsa, qiyomatda qo'rqadi deydi. Dunyoda qo'rqadi Allohdan. Ala inna samud kafaru robbahum ala bu'dan samud. Albatta Samud qavmi Robbisiga kofir bo'ldi, oqibati nima bo'ldi Samud qavmi. Mana ularga bu suhbatda oladigan xulosalarimiz nimalardan iborat? Eng birinchi, har bitta qissada oladigan xulosamiz birinchisi, iymon degan ne'matni Alloh faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Shu esimizdan chiqmasin. Bu eng asosiy ibrat, eng asosiy xulosa bu qissalarda. Alloh taolo adashsa bir bandani mo'jizani o'zi zakasi qilib turib, o'zi so'z berib qo'yar ekan. Alloh taolo siz bilan bizni mana shu bergan ne'matlarga shukr qilib, iymon degan ne'matni shukrni ado qilib yashaydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Chunki Alloh taolo o'zi tavfiq bermasa, biz bir qoplan suvni ichib yutib olishimiz bizni qo'limizdan kelmaydi. Endi iymonga shukr qilishlik undan tashqari, undan balandroq bo'lgan ish. Alloh taolo o'zi shokir bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.